Barselonaga kelganimda o'zimni dunyoning eng kuchli jamoasiga tushgandek his qildim. O'sha paytda jamoada Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Dani Alves kabi haqiqiy yulduzlar bor edi. Menga hammasi yoqardi. Men Pep Guardiola bilan uchrashdim va u menga "Senga erkinlik beraman, sen bu jamoani yanada kuchaytirasan" degan edi. Men birinchi oylar juda yaxshi o'ynadim. Gollar urdim, hammasi joyida edi. Lekin keyin Messi menga yaqinroq o'ynashni xohlab qoldi. U markazda to'pni ko'proq ushlab turishni xohlardi. Guardiola esa butun tizimni o'zgartirdi. Endi Messi markazda, men esa yon tomonda o'ynaydigan bo'ldim. Men bunga chiday olmadim. Katta, kuchli markaziy hujumchiman. Meni qanotga chiqarsang, bu Ferrarini cho'lga olib borib qo'ygandek gap. Shunda Pepga bordim va "Sen meni Ferrari deb olgansan. Endi esa meni Fiat'dek haydashni xohlayapsan" dedim. U menga qarab jim turdi, hech narsa demadi. Keyin men bilan butunlay gaplashmay qo'ydi. Har safar mashg'ulotlarda u mendan ko'zini olib qochardi. Shu orada men asabiylashishni boshladim. Bir kuni mashg'ulotdan keyin kiyinish xonasida asab bilan stulni devorga otganimni ham eslayman. O'sha paytda men o'zimni aldangandek his qilganman. Men u jamoaga g'oliblikka olib kelish uchun borganman, lekin Guardiola meni o'z tizimiga sig'dira olmadi. Keyin men Barsani tark etdim va Pep ajoyib murabbiy, lekin u o'zi bilan kelisha olmaydigan futbolchilarni yoqtirmaydi degan iboramni aytdim.